Shunaqa. Shuning uchun asl bo'ling. Alloh bilan bog'laning. Uni marketingi shunaqa. Uni marketingi boshdan bosh qo'yib yuborgan marketing shunaqa uniki. Ya'ni faqatgina uni territoriyasiga, Allohning territoriyasi, uni pok deymiz-ku, toza deymiz-ku. Uni territoriyasiga faqat energiyasi toza odamgina uni territoriyasiga kira oladi. U sen kirasan, sen kirmaysan demaydi u. Uni marketing shunaqa qo'yilgan o'sha. Boshdan bosh. Ya'ni faqat toza energiya, mana misol uchun qavatda bu energiya. Olam shunaqa, bu fizika tarafdan hozir. Qachonki sizni energiyangiz toza bo'ladi, siz o'sha eng baland vibratsiyaga chiqasiz. Alloh taolo esa pastda yo'q u. Men bu shoshmay tur ko'rsatib qo'yaman, haqqingni yeyman, o'ldiraman, so'yaman, yondiraman deydigan pastga energiya bor-ku, pastga energiyada Alloh taolo yo'q. U faqat zavishini energiyada. Zavishini energiya degani bu toza energiya degani. Siz bilan biz agar shoshmay tur ko'rsatib qo'yaman, hali Xudo borsan jazoini beradi, deb yurgan bo'lsangiz, kim bu unaqa, bu bir tiymanga, bu kofir, bu bunaqa deb yurgan bo'lsangiz, siz u yoqda emassiz, o'ylamang, siz bu yoqdasiz. Siz o pastki energiyadasiz. Siz fikringiz bo'yicha men tepadaman deb o'ylayapsiz. Tashqi ko'rinishingiz bilan o'zingizcha kiyinib olib, namoz o'qib, men tepadaman deb o'ylab, bu sizning fikringiz. Lekin siz xulq atvoringizga qarab ajratsa bo'ladi odamni. Xulq atvori jinnichami, demak u hali pastda. Unga hali tepaga chiqish uchun qancha ishlash kerak ustingizda, tozalash kerak momentda. Qachonki toza bo'lasiz, avtomatik ko'tarilasiz. Keyin Allohning vibratsiyasiga tushasiz. Allohning vibratsiyasiga tushgan paytda o'sha yaxshi insonga aylanib qolasiz. Hech kim ajratmaysiz. Menga baribir aroq ichadimi, fohishami, namoz o'qiydimi, o'qimaydimi, menga farqi yo'q qizlar. Har bir odamda men Allohning bandasini ko'raman, bo'ldi. Adashib yurgandir balkim. Uni muhokama qilishga haqqimiz yo'q bizning. Umuman hech kim muhokama qila olmaymiz. Haqqimiz yo'q. Umuman hamma strelkani o'ziga burish kerak, fuk deb va faqat o'zi uchun yashash kerak. Bo'ldi. To'g'ri bo'lish kerak. Hech kim haqqini yeyish kerak emas. Bo'ldi. Shunaqa.